Ko'p qavatli uy-joylarda tozalikni saqlash, muhandislik tarmoqlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash, umumiy foydalanishdagi hududlarni tartibli saqlash va aholiga sifatli kommunal xizmat ko'rsatishda boshqaruv servis kompaniyalari muhim o'rin tutadi. Ularning zimmasiga yuklatilgan vazifalarning o'z vaqtida va belgilangan talablarga muvofiq bajarilishi esa vakolatli organlar tomonidan muntazam nazorat qilinadi. Toshkent viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan Zangiota tumanida faoliyat yuritayotgan boshqaruv servis kompaniyalarining birida nazorat tadbiri o'tkazildi. Nazorat tadbirlari davomida ko'p qavatli uylar joylashgan hududlarda boshqaruv servis kompaniyalari zimmasidagi majburiyatlarning amalda qay darajada bajarilayotgani o'rganildi. Mutaxassislar xizmat ko'rsatish sifati, hududlarning obodonlashtirilishi hamda umumiy foydalanishdagi joylarning holatini ko'zdan kechirdi. Boshqaruv servis kompaniyaning bir kunlik faoliyati o'rganildi. O'rganish davomida boshqaruv servis kompaniyaning va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 3-sonli qaror talablari ayrim boblarga asosan zid ravishda yuritilgani aniqlandi. Xususan, ko'p kvartirali uylarning tutash hududi, ya'ni suv oqish ariqlarida chiqindi to'planganligi, shuningdek omborxonada boshqaruv servis kompaniyalariga taalluqli bo'lgan asbob-uskunalarda betartib turganligi bo'yicha holatlar aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan hozirgi vaqtda inspeksiya xodimlari tomonidan tegishli tartibda ko'rsatma berilib, muddatida bartaraf qilish bo'yicha nazoratga olinganligi ma'lum qilinadi. Ko'p kvartirali uylarda uy-joy mulkdorlarining yashash sharoitini yaxshilash, ya'ni boshqaruv servis kompaniyaning faoliyatini yanada yuksaltirish, aholiga yengillik yaratish bo'ladi. O'rganishlar natijasida ayrim hovlilarda maishiy chiqindilar o'z vaqtida olib chiqilmagani, sanitariya talablariga to'liq rioya etilmagani va uy-joy fondini boshqarishga oid belgilangan qator me'yorlar buzilgani ma'lum bo'ldi. Mas'ullarga mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, hududlarni tartibga keltirish hamda ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini belgilangan talablar darajasiga yetkazish yuzasidan majburiy ko'rsatmalar berildi. Aniqlangan qoidabuzarlik holatlari bo'yicha mas'ul shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 2-qismi asosida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravari miqdorida jarima qo'llanildi. Bunday nazorat tadbirlari ko'p qavatli uy-joylarda boshqaruv sifatini oshirish, mavjud kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish hamda aholiga ko'rsatilayotgan kommunal xizmatlar sifatini yaxshilash maqsadida hududlarda davom ettirilmoqda.